Yo oylik olaman opbeyaverasizlar, oylik olaman opbeyaverasizlar. Shu aybim ichkiyo bo'lganimmi? Men ham odamlarga o'sha mashina minamanmi? Xullas men ketdim. Короче, tuya pechinli. İçkiyovda minadigan niyat yo'qmi? Aytingimda orzu yo'qmi, tilak yo'qmi? Jentralarga ko'ngil qo'yar katta bolalar. İçkiyovda katta bo'lish niyat yo'qmi? O'zimiz xohlab samovarga borolmaymiz. Xohlagancha xotinni ham so'kolmaymiz. Qaynamizni chizganizdan chiqolmaymiz. Biz botamdek paxtalarni qo'ya olmaymiz. Akamjonim, bankdan keldik, kreditingiz to'lab qo'ying iltimos. Yuzingdagi holingdan o'rgilayin ey. Suvek bo'lsa uyingda men sham bo'layin ey. Shirin shirin so'zlaringdan orom olsa bu jon. Yana qancha seni deb oylik ololmayman ey. Aka, men uvadani sizdan ham qarz bormi? Aka, bankdan kredit olganda, Oma aytib qo'y, g'ayratingan tovuqdan ham qarz. Ha, rangingiz oqarib ketdi, ta'zirlashdim nima dedi? berasizmi desam, beraman dedi. Olganiga bugun 7 yil bo'ldi. Rahbarim menga olasan dedi. To'lolmasa oyligingdan olib qolaman dedi. Aka, ish qilib moni sizdan qarz yo'q-a? Aka, borda. Qanchadan beri kutaman? Oma bu qarz olish o'ziga hunar qilib oldi. Hozir sal totib o'tirib turaman. Eshitaychi. Eshiting aka. Molimni sotib, qo'yimni sotib, berganman senga qachon? Umrlar o'tar, telefonni ko'tar, dadam ham kutar qachon? Va'dalar berib, pulimni olib, beraman deding qachon? Qishda bahorda yozda berasan menga qachon? Umrlar o'tar. Aka, ovozi zilpil bosib ketmaganmi? Bu ovoz bilan pulinglarni ola olmaysizlar. Buni siri bor. Aka, qanaqa siri o'rgating? Qo'linglarni ochinglar. Ilohi amin. Ikkinchi xotining borligini birinchi xotining bilib qolsin. Amin. Allohu akbar. Pul oling aka. Ye, rahmat. Xizmat o'sa aytamiz.